programımızdaki bir neçe sanda Mustafa Buraxan'ınki, Türkiye'nin baş şehirlerdeki şöbe mesullarıyla sohbet qilgandik. Bugünkü programımız bo'lsa Mustafa Buraxan'ınki Kahramanmaraş şöbesi mes'uli Sepercan Atayurt qarindishimiz bilan sohbet ilib bormoqchi. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berdingiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizga rahmat, Allah razı olsun. Ondan sonra programını başlaşın ilgili bu programımızı asal cihette şu Kahramanmaraş'taki şu yaşlarınki ve hukukçularınki davanınki hizmetleri davalıqına ilim müvatıdı diyendek sohbetler kılmaz. Onu burun avval sizinki yani aşağıya mesul boğan bir buluş süpütünüz bilen sizinki bu tarixiniz ne bir bilgimiz var. Onda vas özünüzü bir kısıkça tanıştırıp ötkenmez. Kısıkça etsem kısıkça tanıştırmay. Özünüzü rahat bir koyup özünüzü bir tanıştırıp ötken olsanız. Buldu. Assalamu alaikum. Ekranlardaki qarindoshlar. Hammalarniki ishlaringiz utuqliq, kunlaringiz salomat bo'lishini tilayman. Va shundaqla dunyoning har qaysi yerindagi Uyghur qarindoshlarimga Kahramanmaraş'tan sig'inib salom. Men Sefer Atayurt. Men Atishninki Aqto'ng ayisida 1990 yılı 7. günü tug'ildim. Shunday bo'lganda 1997 yılı başlangıçını 1997 yıldan 2006 yılgacha başlangıç ve to'liqsini o'qidik. Undan keyin bir yil uy tug'an bo'ldim. 2007 yılı Ürümçi'ye dini ilim okuyayım deb Ürümçi'ye çıktım. Ürümçi'de 2007'den 2011'gacha 4 yil jarayonida Ürümçi'de bir yerda kaçı yurib, bazı mashinada, bazı öylde degandek 4 yil Ürümçi'de o'qigan bo'ldim. Undan keyin bir Misrga chiqib o'qiydigan bir arzuyimiz bo'ldi. Misrga chiqib o'qisam bo'ldi degan umid bilan pasport alishga tirishdim. O'zimniki Aqto'ng ayisiga berib pasportga tizimlatgan bo'ldim. Pasportga tizimlatsam pasport olamadim. Bir yil bu yerda saqlab pasport chiqmadi. Pasport chiqmagandan keyin ishga kirib baqila, ishga bir maktab tizimlatib aşağıda o'qisak ag'in o'ldikin deb Bejingga berib Bejingga bir maktab tizimlatgan bo'ldim. Bu yerda bir yil o'qish jarayonida 3 qatim Bejingga 3 qatim iltimos qildim. 3 qatimda har xil bana sabab bilan ba'zi maktab haqiqiy davlat maktabi emas ekan yoki sizningki o'zingning yurtga yo'llaymiz, shu yurtdan uchur kelsa anandan keyin chiqarib beramiz degandek har xil bana sabab bilan chiqarib bermadi. Ham u maktab bizning nüfusimizni olmagandi. Shuning bilan bu yerdami pasportni ololmaydi ekan deb shu Bejingga yaqin bir başka bir şehirde bir maktab o'qishib, bu maktab haqiqatan balaniki nüfusini olib ekan, elib ham nüfusimiz yetgandan keyin ham boshqa ishlar qilgan oldi ekan, masalan, pasport oldiga shu olsin, andan keyin boshqa shahardan uy boshqa biznes ilishqimi qulay bo'ldi ekan. Shuni maktab bilan so'zlashib, bir yillik pul to'lab maktabga nüfusimizni olgan bo'ldi. Aşağıda bir yil o'qigan bo'ldik. Bu jarayonda men bu yerga pasport iltimos qildim. Pasport iltimos qilgandan keyin ular o'xshashlar nimaga yo'llaydi ekan? O'zimizniki yurtga, ya'ni Aqto'ngga yo'llabdi. Andan keyin yana bir gap o'qib turishlik rayon maktabniki shu o'qiyotgan maktabimizniki mas'ul rayonga yo'llaydi ekan. Bu şekilde özümüzdeki yurtga borgandan keyin uchirib kelgandan keyin akamni chaqirib akamdan suhbat qilib imzo turib nurg'un va'dini olib u xatni olib andan keyin zanjirsimon shaklida yiza andan keyin nahiyadan shahar shaklida nurg'un yerdan tasdiqlab o'tgandan keyin yo'llab bergan. U şekilde akam u ishni bitirib yo'llab bergan bo'ldi. Lekin yana maktabdan uchirib kelmadi. Maktabdan bizga cho'qim bir kepil topsa deb turibdi. Biz shu kepildan qochib
o'zimizning vujud pasportini ololmay shu ishkirga kelgandik asli. Ishkirdimi bizga kepil talab qildi. Maktabdan cho'qim o'qituvchi yoki shu yerdagi xizmat qilgan maktabning ichida masalan nufuz ishlarini qilgan birasi sizlar kepil bo'lish kerak deb talab qildi. Shundan bizmi ikkilan birga mangan bu yo'lni. Shuning bilan maktab bilan ko'rishib nurg'un gapni degan bo'lsakmi, ular biz sizlar kepil bo'lolmaymiz deb shunda keyinlik tortdi. Keyinlik tortib shu turgan bir ular keyinlik tortib bizni aldirtib shunda bir tortishib turgan vaqtimizda 3-4 maktab müdür bizni to'lab qoldi. Bu Uyg'ur bolalar sizlar kiringlar deb. Shans ochsak bizningki maktabimiz yani ularning adı Şinjan'da qo'yilmasmi? Şinjan'ın Uyg'ur o'quvchilarini ekkasanlar bizning shaharda ularni ko'plab qabul qilishni xohlaymiz deb shu Uyg'ur o'quvchi bolalardan pul tepishni e'lon qildi. Shundan biz odatda men dedimki unga biz odatda Şinjan'da shunda pasport olish oson. Men nufusimni faqat mishaga o'tkazib qolganligim tufayli pasportni ololmadim. Bizning hamma ailemizning bilan pasport va yozdi chet sayohat chiqaman. Shuni bizga pasportni berishni kerak deb talab qildim. Hatto shunday bir kichik bir pasport berilgan bir kichik ishni bizga qilamisanlar biz sizlarga qanday ishinib o'quvchi bolalarni eklab sizlarga topshiramiz deb shu gapni dedim. Degandan keyin bu nima ish qilolmaysizlar, nima qiyinchilik bor dedi. Shundan bizga mishadiki rayonlik soqchixondan bir kepil tepishni talab qildi deb degandan keyin ular bir o'qituvchini mas'ul qildi. Bizdan birga berib kepil ulab shu yerni o'xshatni olib mahallik soqchixonaga olib bergan bo'ldi. Shu shaklda pasportimizni oldik. Bu 2 yil jarayonida ishkirda 2 yil qolgan jarayonimizda tomoq masalasidan anondan keyin bak qizlandik. Bu go'sht yemay faqat shu tuxum bilan say qo'rib yeb degandek 2 yil shunday qizlandim. Bu jarayonda qizlanganlik tufaylidan salomatligim yaxshi bo'lmadi. Pasportni olgan bilan og'rib qoldim. Og'rib qolgandan keyin o'zim yurtimga borib Qashqarda davolangan bo'ldim. Davolanib salomatligim yaxshi bo'lganda yog'izi mening pasportim asli 2013 4-oyda qo'lim tekkan 3 oyga yaqin jarayonda davolangan bo'ldim. Davolangandan keyin 2013 6-oyning 30-kuni Misrga chiqqan bo'ldim. Misrga chiqib biz ikkilan chiqqan Misrga chiqqan vaqtimizda bu birodarim men Saudga kelsam bo'ldi, Saudga ketildi deb u tavsiyani bergan bo'ldi. Lekin ben bu kichikimdan tortib shu 2007dan tortib shu musofirchilikning dardini chiqarganligim uchun Urumchida bo'lsin, Ishkirda bo'lsin, yana u yerga chiqib Misrdan yana Saudga ketib Misrdan o jarayonda 6 oy qolib bo'lganda yozdi shu fikrga kelib qoldik. Saudga ketamda ketmamlik degan. Shuning bilan bu Misrga ozroq ko'ngan tumanda. Shundan Misrga ko'nab bo'lgandan keyin Saudga ketamda ketmamlik degan fikrdan men faqat ketkim kelmadi. Chunki men musofirchilikning dardini bektardim. Shuna ketkim kelmadi. Men mishaga ozroq ko'ngan kim mishada qolaman, mishadim yaxshi o'qish fursatlarimiz bor ekan deb shuni o'ylashdim. Yani bu jarayonni biz nimaga Azhar chiqib ham tizim tutib qo'ygan. Azhar tizim tutib qo'yganda ismimiz chiqmadi. İsmimiz şu 1 yildan keyin chiqqan bo'ldi. Bu jarayonda shu berib Fajrga tizim tutmanman. 1 yil ichida Fajrniki 13 Mustafa 13-Mustafagacha bitirib qildik. Fajr bitishdan keyin maktab ochildi. Maktab ochilgandan keyin sinf imtihonni o'tkazdik. İmtihonga kirib shu nimaga to'liq o'tirniki birga o'tgan bo'ldim. Bir yıl Fajr o'qib, 3 yil to'liq o'tirni o'qib, to'liq o'tirni 2017-yilda bitmoqchi edi. Aslan maktab bitgan turgan vaqtda bir xabarlar har xil xabar bo'ldi. Masalan, Uyg'ur o'quvchilarini Azharda o'qigan Uyg'ur o'quvchilarini Xitoy ektirgan degandek xabarlar oldu. Zaten Xitoy oldidan bir guruh ekip yaratgan bo'ldi. Yaratib masalan Uyg'ur o'quvchilarini to'lab, yig'inni chaqirib,
Ketinglar bu tarafga qilmagan shaharga to'planmanglar degandek nima qildi, da'vat qilgan bo'ldi. Keyin tutib ketgan, nimasini tutib ketgan deganda xabar bo'lgandan keyin bu xotirjam bir bo'lmagan bir yerda biz bu yerda tumay ketib qoldi deb shu qaror qiladi. Bunun üstüge anam çıkan 2016'da, 2015 anam çıkan. Anam çıkan vaxtıma seni vatanımda izlep nüfuk gitti. Sen bazen uyatsın sağ koymaydı. Şu navadı müşahedimi tutup gitti olan ahvalı bulan bulmam da dep anam şundan sorak gitti. Şuna bu anamla hatırlayacağım kılıç için pek kis ayttim çünkü bu ayrım bir devlet boğalıqıdın için bizim tutup gitemeydi. Bir devletim, yani bir devletimde asan bir adam ekitemeyle de nahayet kesip etti. Şunda kesip etken bolsakma, lekin bu Araplige şenç bulmagalık tüpeyilden bir yer kapkası, bir yarım kere tutup ekitip kapkasa bu anam umut degen belgen sözümüzde turanmaya kalmayla edi. Yenip gele edip 2017 yılı 4. ayda Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelip Selim Paşa'ya düşkün olduk. Silivri'ninki. Siz shu Misr tutish vaqasini ilgari inib kelib kellamsa. Shunaqa? Hem şu vaqas 7-nji yil bo'lgan. 7-nji yil bo'lgan bo'lsa, 4-nji yil yenib kelgan. Selim Paşa'ya düştük. Selim Paşa'ya düşsek, Mısır'a qaragан şunda yeşilçiler herkes vaqti bo'lganlikdan. Şunda onun bir xil rahat degandek bo'ldi. Yani bir tarafdan bir xil havo soğuk, bir xil dengiz bo'lganlikka tufaylidan bir xil issiq tuyulmadi. Çıraylık ama bir xil birga meğer soğuqlab qo'yamdi. Shu şekilde shunday bir tug'an bo'ldi. Shuning bilan ustozlarga dars boshlab berdi. Abdurahmon, lekin Muhammad Ali ustozlar davratul imom kasani ochgan. Ustozlar darsga qatnashgan bo'lib, lekin darsga cho'nqur o'zimizdan beramadim. Chunki to'g'ri bir xil nada yashaymiz, bundan keyin nima ish qilamiz degandek kallamda bir xil har xil savollar bor. Şunun bilan biz vatandan o'qiymiz deb ayrıldık. O'qiymiz deb ayrılgandan keyin müşahedem ishlab jenimizni bakıp ketib qolamizmi, o'qishdan ayrılib qolamizmi, o'qish uchun biz az bedel to'lamadik, nurg'un bedel o'tdik. Mushu o'tgan bedellarimiz bekor ketib qolamizmi deb ansirash bo'ldi. Shuning bilan Istanbulda o'tirib o'qigan bolalarning ahvollarini so'g'am surishtirdi. Shuning bilan bizniki Beijingda birga o'qigan bir savodishim bor, Abdulla Hamid deb. O kardeşimiz Maraş'ta okuyup diye. Maraş'tan geldi, görüşken bulduk. Maraş'ın ahvalını sordum. Sorsam Maraş'ınki her xil yaxshi taraflarını qilgan bo'ldi. Shuni bilan men berib bir ko'ray deb hayolim bilan bolalarimni İstanbulga qo'yib keldim Maraşga. Kelsam 6-nji oyda kelgandim men Maraşga. Ramazonda yana qilam. 6-nji oyda kelsam shunda bir xil issiq. Anand havası bizniki Atish Qashqar tarafning havası o'xshab kelgan. Ani xalqlar munoyati mehmondo'st, lekin islomiyatga issiq bag'irgan. Shundan keyin bir xil illiq tuyuldi menga. Shunga men mishal qalay deb nima qildim. Kelgan vaqtimda Alimjon Xo'jam bilan men ko'rishdim. Alimjon Xo'jam munoyat qarshi oldi. Shu kuz oqshom uy to'lib olgan bo'ldi. Öyle bir tamak paranlaşıp mektepke kirip okumlarımı desem inşallah kabul kıldı, kasam bulup degen oldu. Şunu olan ama yani bir öğüte paylaşıp öğüte geldim, ailem gitti. Mektep 9. ayda açılgan olsun, ben 6. ayda Maraş'a yenip geldim. Mektep açılsa, mektepten kabul kılmamışlar, okuyma. Şu şekilde yenip geldim. Ben İstanbul'da yenip gelişimdeki yanı bir sebep. Bizler Mısır'da tözü kovan bolsamma hesabı tutuduk. Mısır tözü hesabı tutuduk. Hesabı tutulan jarayanımızda nəhayət uyg'urlik ko'p. Asas jihatdan ishimizdan mesela uyg'urni ashxonasini tamoq yeymiz. Bir narsa asabni uyg'urniki ashxonalarda olamiz. Marketda asabni jiq paranglashmaymiz zaten. Arabchani rahatlıqı o'zimizni to'liq ifodalab turadigan shaklda rahat uyinib olamiz. Tözü jarayonni o'qigan bo'lsakmi rahat gap qilolmaymiz da. Ikki qiz gap qilib kallamizga tuzag'an gap tugab ketgan, to'xtab qolgan mushtabilab qoldik. Hem bundan keyingi hayotımızda Türkiye'de yaşayotganmiz. Türkiye'de yana shunday bo'lib qolmayli. Uyg'ur jamiyati orasida yashab, yana shu til jihatda qizilinadigan bo'lib qolmayli. Shunga ayrim bir yerda yashab, shu yerda to'liq o'rganib olgandan yog'di. O'zimizni sal bir taraqqiy qildirib olgandan yog'di, lekin Uyg'ur jamiyatiga xizmat qilamiz deb ikkinchi
ikkinchi taraf mush tarafini o'ylab men yenib kelgandim. Bu yerga kelib maktabga kirish masalasi bo'ldi. Kirish saqlab turdim uyda o'sha yerga Turkman kelsam, Maraşga kelsam, Maraşda 10 necha balla bor ekan. 10 necha ballaning ichida ham balla shunday yaxshi qizg'in qarshi oldi. Shu ballaning uyiga berib turkcha o'rgangan bo'ldim 3 oy jarayonida. Bu 3 oy jarayonida hali turkcha o'rgandim. Shuning bilan 9-oyga keldi. Maktab ochilgan bo'ldi. Maktabning to'rtin tizimini tanladi. To'rtin tizimlatdik. To'rtin tizimlatsam ismim yan chiqmadi. Shuning bilan keyin kontenjan tizimini tanladi. Uning tizimlatim yan chiqmadi. Apla ben bu yerga kelib endi ismim chiqmay o'qiyamayman qolaman deb nayt ansirdim. Ansirab boshqa ilohiyat tizimlatgandim. İlahiyatga, ya'ni islomiy ilmlarga deysiz. Ha, islomiy ilmlarga tizimlatgan. Shuning bilan vaqtcha İstanbul'damı hali ballı keldi. Seyfullah, Adilcan, Ablat Qari Misrda birga o'qigan savolash ballam keldi. Abdurrahim Ajam degandik. Shuning bilan bu birinchi kuni ishkini oldi saqlab turdik. Ishkili esa chiqmadi masalan. Kontenjandim chiqmadi. Dastlab tizimlatgan vaqtlarim chiqmadi. Chiqmagandan keyin biz amal yo'q. O'zimizniki materiallarni ko'tarib maktabga chigan bo'ldik. Ketek tutturanglaydi bir kun kechagacha saqladik, bo'lmadi. Ertasi yana bir kun saqladik, bo'lmadi. Saqlanglaydi, boshqa yerdan kelgan suriyalik bo'lsin, boshqa chet-ellik o'quvchining albatta bizni taqab olmadi. Ya'ni biz 10 dak o'quvchi bolalar, uyg'ur o'quvchi bolalar. Shuning bilan olimjon hujamga telefon qilib dedik. Oxiri 3-chi kun eng oxir kech bo'lgan soat 4dan oshqa vaqtimizda olimjon hujamga telefon qilib, hech bizim shart turvatimiz maktabimizni qabul qilmadi. Qaysi maktabda u? Ha? Qaysi maktabga dedilar oxirida? Mushu hozir men o'qiyotgan Taxtamaras tuman universitetining gipi. Hozir asalishib ketdi. Shu vaqtda shu bir ta'sir bo'lgan. Shundan 10 dak bolalar tutup sonra alınca kelib materiallardan dedi. Şu materialimizni alınca men bizning qo'limizdan yig'ib aytibdan taqib aldı qo'yar ma'balni elinglar deb qo'yib ketdi. Biz shuning bilan shu alimjon hojamga vesile bo'lishlar shu yordam berishlar bilan maktab shirkatda hammalarimiz qolgan kasblarimizga ichdik. Hozir qancha sinf o'qiydilar? Hozir 4-sinfda. Axir sinf o'qitdilar a? Magistr o'qish niyatlari bormi? Magistrlikda o'qish niyatim bor. Magistrlikda hem magistrlik o'qishdan sirat lekin men KPSS'ga kirib, KPSS imtihoniga kirishni o'ylashdim. Hem magistrlik o'qishni o'ylashdim. Shunday qilib maktabga kirib oldim. Maktabga kirib, shu hozir 4-yillik chiqib o'qiyapmiz. Maşallah. Ahırkı noktaları Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş tam olarak töylü olum yer turat kılım hazır. Hazır 5-yillar. 4-yillik açtı. Siz Kahramanmaraşlık bu kaptılar mısın? Bir şehirde 4-5 yıl turuş diyen aşağıda bulap kaldı değil mi? Maşallah. Mektep tügüsü magistrlikni İstanbul oqamlı ya ki aşı Kahramanmaraş'ta? O'qishni o'ylashyaptilar. Endi men magistrlikni ya Konyada, ya Ankara, ya Istanbulda, o'sha yerdagi yana qaysi bo'lsa, mayli, belarga yaxshi maktab bo'lsa deb o'yladim. Universitetda oylimni o'qiyotgan, oylim 2-sinfda, hozir haftada 3 kun men maktabga boraman, ham praktikani qilyapmiz, oylim shunda. 3 kun men boraman, 2 kun oylim bor edi. Ondan keyin ba'zi darslarga oylim boraman darsga. Shu oylimning maktabda bitmay qolishi mumkin. Bir yil maktab tizimi tuqib bo'lsa, oylimning maktab bitkichi Marashda turib qolishi mumkin. Yoz o'quvida tutalab ketib qolsa, o'zim qat maktab qabul olsam, shu yerga ketib o'qish planim bor. Maşallah. Allah inşallah niyetlerini yetkizsin. Aboy maktab kirish jarayonida biz 10 o'quvchidek 10 kishidek Uyg'ur o'quvchilar maktabga kirdik degan qanotimiz. Onun başqa mı Uyg'ur o'quvchilar bormi ya shu Kahramanmaraşda boshqa maktablarda o'qiyotgan bo'lsin, mayli to'liqsiz bo'lsin? Kahramanmaraşda shu yil masalan ben 2017-yili maktabga kirdim. Biz kelsak 10 yoshga balla bor ekan. Biz o yili bir 10 dak balla kirdik. Shuna qilib 10dan jiqqa balla, keyin yana qabul qilingan bo'ldi. Shuna qilib biz 30 dan
30'lik bal oldu 2017'de. 2018 mu bir 7-8 bal geldi. Şunun 2019 2019'un balı kabul oldu. Her yıl bir jiki vardı. Mesela 2020 19 balını kabul kılınan oldu. Hozir toplam qancha o'quvchi bor? Hozir toplam 45 o'quvchi bor. 45 o'quvchi. 47 o'quvchi. 47 o'quvchi. Mush 47 o'quvchi hammasi shu Suqburaxon va bilan aloqalashib, nayt yaqin turadigan Uyg'ur o'quvchilar deb o'ylayman. Undan so'ng shu Uyg'ur o'quvchilarniki deymiz ilqim ashadagi turish ahvolini bir azroq deb bergan bo'lsangiz, masalan, hozir qancha o'quvchi borligini dedingiz. Endi shu o'quvchilarniki o'qish natijalari qanday o'qadi masalan. Yerdagi Qahramonmarashdagi boshqa ashadagi xalqninki shu Qahramonmarashdagi Uyg'ur o'quvchilarga bo'lgan pozitsiyasi qandayroq? Masalan, har bir shahardagi turklarniki mijoz xuylari o'xshamaydi masalan. Shunga o'xshash oldin qitimi boshqa shahardagi mas'ullardan panoh qilganimda har xil gaplarni qildi. Shunga Qahramonmarashdagi o'quvchilar bilan ashyaniki boshqa xalqniki arası qandayroq masalan. Xalqniki bo'lib eng muhimi, xalqniki bizning Uyg'urlarga pozitsiyasi qandayroq? Mesela ben dastlabda 2017 kelgan vaqtimizda 10 necha o'quvchilik için maktab chiramay qizlandik deb aytdim emasmi? Alim hocamning yordamidan keldik dedi. Uyg'ur o'quvchilar shu tunib ketmayotgan biz kelgan vaqtimizda Uyg'ur o'quvchilarniki qanday o'qiydi, bular qanday kishilar chetdalikqa bilmaganlik tufaylidan bizni deymiz muhim deb qarmadi. Biz kelganda yalnızca biz bu yerdagi nurg'un sitakalardan, nurg'un raqiblarni bilan, anandagi maktablar bilan nurg'un aloqa qilib Doğu Turkistondagi ya'ni Sharqiy Turkistondagi ahvollarni tanishtirgan bo'ldik. Bu şekilde bular ish qilib Uyg'ur o'quvchilarniki bu yerda yaxshi o'qishi, anandagi Uyg'ur o'quvchilarniki tirishchanligi, anandagi boshqa kayf safa ishlarni qilmaydiganligi, samimiy ekanligini bilib, ularni qanchalik Uyg'ur o'quvchi bo'lsa, maktabni qabul qilamiz deb tushunadi dedi. Hozir endi 47 ta o'quvchi bor. Bu o'quvchilarning ichida her yili oldingi masalan bu yilmi 7-8 o'quvchi maktab bitgan bo'ldi. Bu o'quvchilar har xil maktabniki har xil bo'limlarda o'qiydi. Masalan, eng ko'p ilahiyat, Misrdan kelgan bolalar jiqroq bo'lganlikdan ilahiyat eng jiq bolalar bor. Undan boshqa muhandislik, bilgisayar muhandisligi, undan keyin bilgisayar programmachiligi, undan tib, dish hekimlik, turk tili adabiyot, o'rmon, shahar go'zallashtirish, siyosat degandek har xil bo'limda o'qiyotgan o'quvchilarimiz bor. Maşallah. Unda her kesipnidek balı bor ekan unda bo'lsa. Unda so'ng balaninki o'qish nimasi yaxshi ekanda, unda yaxshi deb qarasak bo'lar ekan. O'qish natijalarim yaxshi, chunki siz Maraş'ta mesela 10 aylık balı var. Aylık derken bu aylık balının asasiyatı memnunki hem aile hem özü okuydu. 10 aylık balı var. Yani 12 boyutak balı var. 15 kız okuyucumuz var. Bu okuyucununki hemmeylen asasiyatın Ali mektep okuyucuları. Esasında lisede ya toluksuzda okuyatkan açkanlar var yok. Fakat şu yerde Ali mektep okuyucuları var. Bu okuyucunun içinde asası buldu. 2020 yılı kabul olan baladan 7-8 balla kemmede ben bu balı telefon kılıp bulab kemmede alındığım vaktimde bu balla şu mektubumuzun to'g'ritib qo'yib kelar jibab o'qiymiz hozir pishib tayyorlik qilamiz degan tupalar xil bana sababini ko'rsatib kelgan bo'ldi. Ya kelamdi men bana emas. Bu şekilde lekin o'qiyotgan balaniki asosiyatin mektubini bitirib yaxshi natija bilan mektubni tamomlab o'qishni bitirib diplomasini olib ketdi. O'qish bitirganlar o'qiyotganlar asosiy yaxshi o'qiydi. Nurg'un qiyinchiliklarimiz bor, shu qiyinchiliklarimiz bo'lgan bo'lsin, bolalar tirishib bilan o'qiyotganlar. Maşallah. O'qish degan nihoyatda
qiyinchilik ichida bo'lgan ish bo'libmi boshqa bir davlatda o davlatning boshqa bir shahrida o'qishni davomlashtirib o'qishni to'liq bitirib chiqish haqiqatan tez. Unda bo'lsa ashadagi Istiqboraxon vaqtminingki ashada yani Kahramanmaraşda qilgan xizmatlar to'g'riliq azra so'zlab bergan bo'lsangiz. Bunu da biz aslen Istiqboraxon ilim ve medeniyet vaktinden şubesine 2019 boşluğu yerleştik. Lekin biz Istiqboraxon ilim ve medeniyet vaktinden şubesini etiştiğim burunmu bir şeyde 30 neçe okuvchi, 40 tek okuvchi bo'lgan bo'lsa, shu o'quvchining ichida biz maktabda Mavi Hilal, yani Mavi Kökay Hilal insan yerli cemiyeti mi? Kökay O'quvchilar uyushmasi. Kökay o'quvchilar uyushmasida bir uyushma bo'lgan bo'ldik. Bu uyushma maktabda o'qiyotgan bu uyushmaga maktabda o'qiyotgan ham Uyg'ur o'quvchilarni a'zo qildik. Mishada turayotgan, mishada o'qiyotgan turk o'quvchilarni a'zo qildik. Shu uyushmaningki üstünden maktabning ichidagi konferanslar bo'lsin, maktabning ichida resim sergisi bo'lsin, shu faoliyatni qildik. Lekin maktabning sirtidagi faoliyatlarni mishadagi Uyg'ur o'quvchi bo'lish suhbatimiz bilan faoliyatini o'tkazib kelgan bo'ldik. O'tkazish jarayonida biz mishada o'zimizning kasbida va lekin ijtimoiy xizmatlarda lekin o'zimizning kasbda ijtimoiy xizmatlar lekin mishal qanday ish olib berish, qanday vatan da'vosi qilish, qanday birlikda ish olib berish degandek temalarda o'zimizni yetildirish uchun bolalar har xil guruhlashib, masalan biz 6-7 guruh qilib, har bir guruh 15 kunda hammalar yig'ilamiz 15 kunda. Lekin bir guruh oldiga chiqib shu kunga faoliyatga yetakchilik qilib, ham o'zi so'zlab, ham birisi riyosatchilik qilib, ham birisi so'zlab, har bir guruh bu shaklda cho'gilab mang'ilgan 15 kunda bir faoliyat qilamiz. 15 kunda bir guruh o'ziniki shu faoliyat yetakchilik qilib, o'zlari so'z qilib, shunda programma davom qilib kelgan. Bu chunki bu programmada o'zini yetildirish, lekin oldiga chiqib so'zlash, o'rganish, lekin qanday birlikda ish qilish, qanday ijtimoiy faoliyatlar, qanday qatnashish, shuni o'rgatish uchun biz uni qilib kelayotgandik. Lekin bu yerda oilalik bolalar bor edi. Bu yerda bo'ytoq bolalar bor. Bo'ytoq bolalar bo'lgandan keyin bu yerda Uyg'ur oshxonasi yo'q. Har xil Uyg'ur yemaklarni sog'inib qolgan ishlar bor. Biz buningga her ayda bir aylık bolalar bütün Maraş'ta turayotgan bolalarni uyga to'g'laydigan o'zimizniki milliy yemek tamoqlarini etib mehmon qiladigan o'rlashtirdik har bir ayda bizdan 15 kun birdan faoliyat, bir ayda birdan yemek faoliyati shaklida o'rlashtirib ma'lum. Maşallah. Bunda bu nəhayət yaxşı qılıb turgan bunda faoliyat ham yemek o'rlashtirish qilish ishlarimiz mishadagi turayotgan bolalarimizni o'zaro tanishish, keyin birlikda ishlab berish degandek ishlarimizni yaxshi qilib ketib qolgan. Lekin bu ketib qolgan paytimizda 2019-yil bizniki Istiqboraxon ilm va madaniyat vakfidan lekin ulamolar birligidan Umar Qarkam, lekin Abdurahmon Jamol, lekin Abduxoliq Qarkam, Abdurashid, Abdusalom, lekin undan boshqa nurg'un cho'nglarimiz Maraşga ziyorat keldi. Bu ziyorat kelgan vaqtida biz uning oldingi yili o'qish boshlash marosimini o'tkazgan 2018, lekin 2019 o'tkazgan vaqtimizda cho'ng shaklda maktabniki shu universitetniki zalida o'tkazgan bo'ldik. Bu o'tkazgan vaqtimizda biz har xil darambalarni, lekin har xil she'r o'qish deydigandek bir faoliyatlarni o'tkazgan. Bu yerda biz bu faoliyatda burunqi cho'nglarimizdan Sadir Palvon, lekin Mamtali Tavfiq, Abduxoliq Uyg'ur deydigan shunday mashhur Uyg'urlarniki rolini olib chiqib so'z qilib bu shaklda qilgandik. Shundan bu cho'nglarimizni nihoyatda ta'sirlanib asli bolalar shu Maraşda nihoyatda nima deymiz? Maraşda nihoyatda
Jallık kendi hocam ya. Kabiliyetli balı baki dep şu Maraş'ın şeyleri şöyle başkan bolsak da şu fikrini oturup koydu. Hoş. Bizim ayeti obdan hoş yaptı çünkü bizim bir yerge ihtiyacımız vardı. Biz buran bu faaliyetin kısa vaktimizde dünyada 7 yıl aldık bir dernek vardı. Hoş. Şu dernekning urunne biz ariyet gelip kuratkan. Şu özümüzün yeri bolğanga yetmeydi elbette. Şunu bir urun tutsak, müşterek taslak degendek bir fikir oturup oldu. Biz naati bununla veren gep bolapdy, bizim bunu kılıyla. Biz zaten bu faaliyetin bu şekilde kılıp kilovatkan nurgun mesela siyasi faaliyetlerde ahbarat ilan kılış, namayiş, resim sergisi degendek faaliyetlerde, siyasi faaliyetlerde iznel ağa vaktimizde mi biz başka vakitlerinin namıdın şolu yalvarıp durup iznel etmeşine kılıp kilovatkan. Şu an özümüzün vakti ya bir derneki bolsa biz bu siyasi faaliyetin özümüzün vaktinin ki namıdın iltimas yazıp kıysak naat yaxşı olur ki dep biz naat obdan yapılıptı dep biz bunu dastlapki 7 kişi istişare etdi 7 kişi bulup biz bunu kurgan bulduk. Şuna kılıp 2019 o gündeydi. Sutuq Burhan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın Kahramanmaraş şubesi açılgan buldu. Açılışının ayeti çoğun şeklinde Bağdatmış yerdeki milletvekilleri olsun. Analikin mektepnin üniversitedeki rektör, analikin İHH, Türk ocakları, analikin insan ve medeniyet örgütü, analikin MHP, hani ülke ocakları, şu bütün şehirdeki siyasi dernek vakıflarımız çekilip kızgın karşı aldı açıklıkımızdan mübarek ildi. Bu şekilde açıkan bulduk. Onun iki yıldan biz vaktimiz açılgan iki yıldan çoğun bir şeklinde müşahedeki bütün STK'lar yani 148 STK birleşip bir namayiş ötküzgen bulduk. Xitay'niki Uygurluğa kılıvatkan zulüme ve Uygurluğundaki kampka solulup zulüm kılıvatkanlığa karşı bir çoğun bir namayiş ötküzüşünü planladık. Hem şu namayişi namayişinin şu Maraş'ın Trabzon caddesinde Trabzon koçusu var. Merkez koçusu. Edem'den ait çık boğa. Şu koçudan Aşbaş'tan yani bir üçüden yani bir beşinci ve namayiş ötküzgen tüzeller şu 2020 şu birinci ayda biz bu namayişini ötközgen bulduk. Nəhayət çoğun bir şekilde. Onun kimi yani şu koçuda namayiş ötközdik Xitay'a karşı. Ondan sonra biz şu Xitay'niki devlet bayramı, analikin Barın vakası, Golcu vakası, analikin 5. yıl vakası Ürümçi'deki. Şu vaka günlerinde biz Xitay'a kolumuzdan gelişçe karşı yoki namayiş olsun, yoki resim sergisi olsun, yoki axborot e'lon qilish bo'lsin, qo'limizdan kelishicha siyosiy faoliyatlarni qilib kelyapmiz. Undan boshqa biz maktablarga o'rtoq qo'l, shu to'liq o'ttira va to'liqsizligi berib, Xitoyniki Uyg'urlarning besilganligi, Xitoyniki Uyg'urlar besilib zulm qilayotganligi, vatansizlikniki naqadar acı bir işkeliki, vatanninki qadriga yetishi to'g'risida shularga Sharq Turkiston tunishtirgan bo'ldik. Undan so'ng Sharq Turkistonniki burun tatib kelayotgan kun madaniyatlarini tunishtirdik. Undan boshqa shu Kahramanmaraş'ın merkez bo'lgan Milliy iroda maydoni, lekin Kahramanmaraş'ın en meşhur, en qadimiy koni bo'lgan Ulu Cami'nin oldi. Lekin Kahramanmaraş'ın yani çoğun merkezlerden Necip Fazıl Kültür Merkezi degandek yerda biz Xitoyniki Uyg'urlarga qilgan zulmini ko'rsatgan va Uyg'urlarniki madaniyatlarini va kulturlarini ko'rsatgan har xil resim sergisi olib borgan bo'ldik. Undan so'rab, lekin vaqtniki nomida
biz maktabga oliy maktabga asosiyatdan bu yerda boshqa o'quvchilar bo'lmaganligidan asosiy oliy maktabga balani qabul qildirish maktab bilan munosabatimiz yaxshi maktabniki rektor bo'lsin yordamchi rektor bo'lsin rektor yordamchisi bo'lsin andan keyin yabancı işlerine, chet ellik o'quvchilarni qabul qilish ishxonasi bo'lsin, u yerda taniydigan odamlarimiz bor. Maktabga qabul qildirishlarda mishat o'qiyman deb xohlagan o'quvchilarni amal bor. Masalan, tep, masalan, dish hekimlik degandek ba'zi qabul qildiramagan bo'ldik bu yil. Lekin bultu biz tip qilma ham dish hekimlikni balni qabul qildirgan. Bu yil to'shab ketganlik tufaylidan ikki o'quvchimizni tip qoldiramadik. Navbatda bo'lmayram bo'ldi. Şu balını mektep uğurlaştırıştımı kolumuzdan kelişçe balığa yardım etken bulduk. Anandaki mektep kabul olğandan keyin balınki kaldıgan ya anandaki yurt bolsun yoki o'quvchi uyi bolsun bu şekilde kolumuzdan kelişçe müşahadaki yerlik vaqtlarına bilan ko'rishib ya uğurlaştırışlarını qildik. Ondan keyin balığa qiyinchilik va ota-onasi yo'q, tanishlar yo'q. Maddi jihatda, iqtisodiy jihatda qiyinchilik bor o'quvchiligimi biz o'qish yordam puli berishda qo'limizdan kelishicha mishadagi yerlik xalqlarimizdan bo'lsin yoki Suquraqa vaqti markaz keyin Mavi Yilallarni ko'rsin shu yerdan biz qo'limizdan kelishicha shu o'qish ahvollarini tafsili bayon qilib o'quvchilik yordam puli berish qo'limizdan kelishicha yordam qilyapmiz. Bu shakllarda. Allah razı olsun. U yerdik unda bo'lsa o'quvchilarningki da'vatdagi xizmati nihoyatda aktiv bir şekilde bulutupda nihoyat jonliq ekan. Va Suquraxanninki u yerda bo'lgan xizmatlarimi nihoyat yaxshi deb his qildim so'zlaringizdan va sizdan bu ko'pdan ko'p sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz chunki hozirgacha masalan shu tashkillangan namoyish bo'lsin Sharq Turkiston tunishtirish bo'lsin Xitoyninki shu zulmlarni tunishtirish bo'lsin yoki bolaninki o'qish yordam pullarini hal qilish bo'lsin hammasida bir şey deb o'ylayman sizni. Haqiqatan bu jafoliq ish deb o'ylayman chunki qirqnecha kishiningki ishini boshqa bir yurtda boshqa bir shaharda qilish sizga ko'pdan ko'p rahmat Alloh razı olsun. Unda bo'lsa programımızın oxirida sizniki bundan keyingi arzu xiyollaringizni elib programni mishada oxirlashtirsak. Hamda biz bayda o'tganimdek bu yerda siyosiy faoliyatlar bo'lsin, lekin o'qituvchilarda bo'lsin, asos qo'limizdan qanday ish kelsa shuni tirishib mishadagi har xil partiyalar olsun, vaqt vermek olsun, şundan ko'rishib qo'limizdan kelishicha ishlarni qilyapmiz. Bu qilish jarayonimizda nurg'un qiyinchilikqa uchragan bo'ldik. Hozirroq gap qistirib o'tgim keldi, lekin bundan keyin nima ish qilamiz degan temada gap qilay. Biz mishada siyosiy harakatlar olsun, lekin o'zimizniki normal tamaq faoliyati bo'lsin, shundan nurg'un qiyinchiliklarga uchrayapmiz. Masalan, bu da o'qish boshlash murosimi o'tkazdik 10-31 kuni. O'tkazgan vaqtimizda hatto saqchilar mush vaqtni oldida saqlab turib faoliyatimiz tuganini yozib ketdi. Undan burungi masalan Xitoy bilan Turkiya o'rtasida o'zaro gunohkorlarni topshirib berish bir to'xtamnomasi imzolanib majlisga sunilgan sizning xabaringizda. Biz bununla bir mishadagi Büyük Birlik Partisi, anankin İyi Partisi, ondan başka vaqt dernekler, mesela ko'rishib bizniki mishadagi, yani ondan başka Maraş'tan milletvekilleri chiqqan biriga. Maraş'taki milletvekilleri bilan ko'rishib biz mushu anlaşmanın yani mushu nimeniki to'xtamnomniki imzolanmasligi to'g'risida shularga masalan yoq o'yini berish to'g'risida biz kurashgan bo'ldik. Biz mushu jarayonda bir nima qildi? Biz bir basın yani axborot e'lon qilish nimasi faoliyat o'tkaziladi deb biz rahbarimizning nomidan bir iltimos yozgan bo'ldik.
saqchi darsıga. İltimas yazsak, iltimasımızı kabul kılmadı. Hazır virüsünü bana kılıp, her xil bananı tevip kılıp, bu şekilde kabul kılmadı. Qabul qilmagandan keyin biz qanday qilishimiz kerak deb biz o'ylashib, axir biz buni vaqtimizning nomidan emas, Mishadagi Uyg'ur o'quvchi bo'lish sutimiz bilan biz buni qilaveraylar deb shu biz butun Mishadagi nimalarga xabar berdik, mediaga xabar berib, biz basınçımız qilamiz, kelinglar deb xabar berdik, o'lim keldi. Biz buni vaqtimizniki oldida bir bo'sh yavati ashar qildik. Hech qanday yerga oid emas. Biz ashar qildik, lekin shu qilgan vaqtimizda nurg'un saqchilar, andan keyin sog'liq bakanligi odamlar kelib nim qilgan bo'ldi. Ba'zi undan sira biz halqi İstanbul'da Xitoy konsulxonasining oldida oilamlarida, ya'ni oilam qayerda deb turayotgan qarindoshlarimizni biz bu yerdan qo'llashibdi-da. Biz Mishadin bir faoliyat qilay deb o'ylashgan. Faoliyat qilay deb o'ylashgan vaqtimizda mushun dilak yazdik, ya'ni iltimos yazdik. Shu iltimosimizni qabul qilmadi. Biz bunda nurg'un qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Bu duch kelayotgan bo'lsak-mu, lekin saqchilar bizni nihoyatda jiq telefon qilib, men bo'lib jiq telefon qilib, nima ish qilsizlar, qanday bo'ldi, mana oldi deb jiqni so'raydimda. Nima ish qilsizlar deb bir narsa paylaşib qo'yib, bu nima gap debchi. Menda jiq so'raydi. Ammo bizga nurg'un ishlar to'saliq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bularniki qilgan muomalasi yaxshi hamda. Bu tarafdan bizdan nihoyatda hurmatlaydi, yaxshi fikrdoshimiz. Bizga bo'lmasa faoliyatlarimizda bir narsalarimizni hatto ko'tarishib, manda turganda chiroyli chiqdi deb tangrasini tortishib qilish birdan. U yerlardan boshqa bir shikoyatimiz yo'q. Lekin ba'zi talablarimizni qabul qilmay, nurg'un faoliyatlarimizni qilolmay qoldik. Undan keyin sizniki savolingizga kelsak, bundan keyin nima ish qilsizlar degandek. Men mush Maraşda bir adam bir yerde bu vaqtlarına kishi deganda bu davo ishi bir ishchilik ish emas ekan. Bu ishni qilgan sira jiq ish chiqadigan, qimmat tashlab qo'ysa bu ish besib olgan ish emas ekan. Qilmasa qilaveradigan, qilsa qilgan sira ish jiqlaydigan bir ish ekan. Shuni bu yerda uzun turgan sira ish faoliyatini taxim jiq qilgan sira, lekin bu Turkiyada bu vaqtlarning ishlari qanday yuradi, davo ishi qanday ma'noda buni taxim aldırmay tushundik. Bu jarayonda bizga xizmat bek muhim bo'lgan. Hatta İstanbul'dan başqa yerden o'quvchi bolalar ekepti, masalan ota-onalar ekepti, ba'zilari, ba'zi tuqqanlar ekepti, 4-5 ular kelibdi. Kelgan vaqtimizda men shular Maraşni masalan u yerda yuribdi, bu yerda manda ish bor deb emasmi mandurib, ba'zi taksilar masalan aslında yutgan bo'ldik. Bu vaqtimizniki yoki vaqtimizni sirtmayadi, biraylarning mashinasi bo'lmaganligi tufayli. Yani menishda undan keyin faoliyat qilganlarimizga bizniki materiallarimizni, bayroqlarimizni, undan keyin yangratqinlarimizni ko'tarilganga, olib hech qanday mashinamiz bo'lmaganligi tufayli bundan nihoyatda qiyinchiliklarni tortyapmiz. Bir undan keyin boshqa bir faoliyat qilsak, undan keyin har xil programma o'tkazsak, bunu bir suratga olganga bir tuzukroq apparatimiz yo'q. Shu telefonda qazmizning telefon chiroyli ta'sir, shuni tortib bu shaklda qilib boramiz endi. Men o'yladim endi bo'lsa bir taxim bir shu ma'lum kermes deb qo'ydi. Bir tamoq setish ham Uyg'urniki o'ziniki Uyg'urlarning o'ziga xos bir pola, aniki o'ziga xos yemeklar bor emasmi? Shu tamoqlarni sotadigan, undan keyin har xil bir narsalar sotadigan qilib bir vaqtning ustun bir tijoratlanadi, mush qilib bir xizmatni sal bir yaxshilasak, bo'lsa vaqtimizga bir mashina, bir apparat, undan keyin bir ovoz sistemasi, bir yangratqo degandek bir narsa ilib taxim bir vaqtimizni taraqqiy qildirsak degan umidim bor. Hemen undan sonra biz Buraha vaqtniki İstanbul olsun, Konya olsun, Maraş olsun, Kastamonu olsun, şu yerde turayotgan bolalarning ichida bir Türkçe proje deymiz, mesela proje yazıp devlet sunup plan.
sunup biz muşna faaliyetini qilamiz. Biz faaliyetga davlatning moliyasidan manchilik pul arib turanglar deb bir dilek sunup shuni qabul qilib davlatdan pul olib andan keyin faaliyet qildigan maaş şeklinde bir ishni qilib bo'lamidik. Masalan biz bu yil 8 ayda İstanbul'dan yetim şu toluksuzda okuyduğun kelgan bolalar ko'pinchisining ki anası bo'lsa dadasi yo'qmishda yetim bolalardan 35 o'quvchini Maraşga kelib 4 kun Maraşniki meşhur sayohat o'rinlari muzeler anonki masalan muzeal 7 güzel adam Kahramanmaraş Muzeysi anonki sayohat o'rinlaridan manzilat tekir ondan başqa döngel deydigan har xil güzel yerlarga borib sayohat qildik. Hem balını aylandırdık. Bunun nurgun pul çıkım boldu hem de. Muşu çıkımda mesela devletin bir müşteri faaliyetli ütküzmez. Biz muşu balını kilip getiş, tamaklara, muş balını bütün çıkımın devletin tölenler bir plan yazıp devlet tutunan olsa, devlet bunu kabul kılan olsa, bunun bütün çıkımda devlet karşılaştı, tüleydi. Biz bir resmi muşu devletin ki kütken proje kabul kılış şartga to'shilgan bir şekilde proje yazıp devlet sungan bo'lsak bularning hammasi iqtisodiyotni ma'lum bo'lgan ishlar. Ham buni men surishtirdim, buni biz yazsak bo'lmamdi bunga deb surishtirsak to'qimishlar proje yazishga o'qigan kurs var, ya'ni bu sertifikat diploması bo'lishi kerak ekan. Buni o'qishni o'ylashyapman men hozir boyda o'tganimdek 3 kun men maktablarga 3 kun maktablarga faqat chiqib olmaymiz. Vaqt chiqarib bir qishki ta'tillarda yozib vaqt chiqargan vaqtimizda men Anqaraga borib men shuni o'qib bir proje yozgan davlatning shunda vaqtdan o'tgan ishlarda ish qilishda davlatning yordam ola oladigan bir bo'lishini yo Maraşdan bo'lsin yoki markazdan bo'lsin ama shunday bo'lishini umid qilaman, chunki bizda Qur'a vaqtida İstanbul'da 5 dedim 6 dedim yani mektubu var. Toluksuz başlamıştım tatip Ali mektepçi bo'lgan bolalar var. Biz bu bolalarni har xil yerga olib sayohat qildik. Mesela ben bize Mişe'ye kelgan bolalar, mesela Kahramanmaraşga kelgan 35 bolani nihoyatda yaxshi cho'g'latdik deb o'ylayman. Shu bolalarning ta'siratini kelgan vaqtida shunda so'rdik. Qandaroq bo'ldi, u deb nihoyat memnun oldu. Ata-onalarim nihoyat rahmatlarini aytdi, memnun oldu. Biz bu İstanbul'da ishlaymiz, pul topamiz. Deb boshqa ishlardan bo'lib biz bolalarimizni o'yin tanmagan to'g'richa o'ynatgan bo'lsa ham Allah razı olsun deb nihoyat rahmatlarini aytdim. Men memnun oldum bunday ishlarni qilsak. Bularniki ata-onalarniki duosini olsak, yetim bolalarning duosini olsak deb men shuni o'ylayman. Lekin vaqtimizniki bir iqtisodiy tarafini bir yaxshilasak, lekin muhimdir shu bo'lib qoldi, chunki shu 10 oylik bola var deb dedim hamda. Buning ichida nurg'un oylik qarindoshlarimiz ishlaydi, masalan, tushdan burun maktabga tushdan keyin ishlaydi. Bu yerda qoldimmi ishlayotganlar, chunki Turkiyaniki iqtisod masalasi hammaning ayon bir narsani o'sib ketdi, burun bir o'quvchi to'yib qo'yib burslan kun o'tkazilayotgan bo'lsa, hozir masalan to'yib qo'yib 20 yoki 20 qiraqini turayotgan uy ijarasi, lekin oylik yemekning puli, sevkiyotgan puli degandek bu to'yib qo'yib pul yetmaydigan bo'lib qoldi bekor o'quvchiligim. Oylik boligim burun 2 ming yetgan bo'lsa, hozir 3 ming yetmaydigan bo'lib qoldi. To'g'ri. Kesinlikle işleyiş gerek. Mesela bir okul balı işte böyle burslar bir aileni ötküzüp ketken olmaydı. Bu şekilde kıyınçılıklara duç kelyapmiz. Şuna her cihetten vaqtmi üzümü iqtisodiyotning qiyinchiligi va müşahidat qilayotgan o'quvchi qarindoshlarimizni nihoyatda iqtisodiyotning qiyinchiligi va shu qiyinchilikni hal qiladigan ishni o'ylab chiqsak deb shu arzu umidlarim bor endi. Maşallah. Allah niyetlerini yetkizsin inşallah. Çünkü nihoyatda yaxshi, xayrli bir ishga boshlashni o'ylablar. Çünkü hakikaten endi nurg'un bolalar boyada iqtisod yaxshi bo'lmasa har qanday ishda qiynalgan gap abaysil deb o'tilamaslar. Mayli turmushda bo'lsin, mayli o'qishda bo'lsin, ana desa kitob oldangiba nurg'un pul ketmasdan, qanday kishi kitob olmasdan falan pul ketadi. Shuningdek Alloh xolasa Allah bir yo'llarni ochiq qilsin. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Programmamizga qatnashib berdilar.
Kıymetli vaxtlarını çıkarıp ve Kahramanmaraş'taki bağlıq qarindaşlarımız gıma işlerinin utuq buluşu ve tığıma asan buluşu, derslerini yaxşı ügünüp vatan üçün yaxşı hizmet qilishini ümit qilamiz. Sizden bunun keyingi arzularga köp dua qilamiz Allah qalsa. Ana lekin ahirda yani bir deyran gipim mishada 2017'den keyin, 2016'dan keyin yani bizim Şarkı Türkistan'dan teşvik çıkıp okuyduğun, yandan keladigan bir iş kalmadı. Yani şu biz okuyduğanlar fakat şu sırtta kichkina chiqib cho'ng'lab o'qiyotganlar yoki mishab turayotganlar ya. Bundan boshqa herkes Yevropa tarafdan Turkiya o'qiyman deb kelganlar yo'q. Boshqa tarafdan Uyg'urlar hech qanday kelgan odam yo'q. Fakat şu Türkiye okuyduğanlar şu Türkiye okuyduğanlar şu Türkiye'de qolib qoldi. Şu Türkiye'de okuyman deydiganlarni mishadik Uyg'ur baylarımız olsun. Bir iqtisodiyat yardım beradigan bo'lsa, şu o'quvchi bolalarga mablag' solgan bo'lsa, bu vatandan kelib bular jik emas o'qiyotgan bolalar o darajada Uyg'urlik solishtirgan chog'da o'qiyotgan bek az. Maraş'ta masalan her xil bölümde o'qiyotgan bola 47 o'quvchi bola var dedi. Ondan başqa şəhərdə o qədər cik emas Uyg'urning soniga solishtirgan vaqtimizda o'quvchi bolalar nəhayət az. Şuna mişe Uygur baylarımız olsun, Uygur baylarımız okuyatkan okuvchilarga mablag' solgan bo'lsa, o'qumuş o'quvchilarimiz iqtisodiy jihatdan qiynalib o'qishdan to'xtab qolmagan bo'lsa, o'qimoq oson gap emas, chunki men nurg'un misha turayotgan bolalar o'qu desa, o'qishdan chiqdi, o'qishdan so'yib ketib o'qimaydi. O'qishga qiziqayotgan, maktabda o'qiyotgan bolalarning qadrini bilib muşuluğu iqtisodiy jihatdan yordam berib, muşuluğu bir o'qishni bir to'liq bitirib, bundan keyingi kelgusiga davlatimizga, davlatimizning qurilishiga, anandaki millatimizga bir yaramli odam bo'lishi uchun bu baylarimizning bir o'quvchilarga, yangi nesillarga bir mablag' solgan bo'lsa degan umidim bor. İnşallah. Allah razı olsun. Ahirda gapim shu. Allah razı olsun. Hakikaten yaxshi gap qildilar, chunki yoshlar bundan keyin o'qishni bitirib, yana nurg'un ishlar beshini o'tadi. Ve kelajakni hozirni tatib qurib masalan qilish kerak. Sizdan ko'p rahmat, Allah razı olsun. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mushaja bo'ldi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Ve Kahramanmaraş'taki barliq qarindoshlarimizga tig'im yaxshi o'qib vatanga yaxshi xizmat qilishini umid qilamiz. Ve Kahramanmaraş'taki barliq o'quvchilarga Istiqlol televiziyasidan salom yo'llaymiz. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mushacha bo'ldi. Sabr qilib ko'rib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Kelar qism program ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.